Assalomu alaykum. Bizning kanal a'zolari, hurmatli Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp, Instagram kuzatuvchilarimiz, bugun mana 7 dona MDF krashinlik eshiklarimizni o'rnatdik. Bular bir qanotlilar 92-30 bo'lib bo'lgan. Atkilatgan ishtapirli bo'lgan. Nalishli, kalva, kalizlar hatto pastiga tangalarni ham qo'qqanmiz. Besparok tagida kesakisi yo'q. Bu fasonimiz noranda fasoni deb qo'yamiz. Jemshug rang, polmatviy laksipilgan. Dabollardan bo'lgan bularimiz. Bunimiz bitta zal. Nari tarafda yana bitta zalimiz bor. Bu bir mehmonxona zali, bir uy zaliga qilgan. O'sha-o'shalarning uchtadan. Patonlarimiz filtra, nikel, tilla rangda yopishtirilgan hammasi. Noranda fasonda deyamiz. Mana haqiqatlari bor. Zamoklarimiz. Stimum eng zo'r zamoklar. Xudo xohlasa ishlashlari, mexanizmlari zo'r. Javob garantiyasi bor 1 yilga. Oshimiz ham stimum o'sha-o'shalardan. Eshigimiz orqa tomonini ko'rsatamiz. Orqa tomonlari daborli bo'ldi. Orqa tomonda ham nalishilari bor. Daborimizda juda sifatli, xudo xohlasa zo'r chiqsa, ko'rib baho berasiz. Uy rangi mos holda. Metral tushgan. Tevasida promogranyalar germetik solingan. Sifatlari hamma zo'r, xudo xohlasa. Keyingi zalga o'tamiz, videomizni davom etamiz. Bu o'zlari uchun alohida xona, bu yoq oshxona bo'lgan. Oshxonadan mehmonxonaga o'tib ketishlari. Bu yana teshigimiz, ichkariga ochilishi, hamma eshiklarni ichkariga ochganmiz. Ular ham daborlarini, nalishning oshiq elektronik patonlarimiz ko'rib baho berasiz, xudo xohlasa zo'r. Bu yana bitta zalimiz. Bu yerga 3 ta eshik o'rnatdik. Hammasi 08 lik MDF qalin, eng zo'rlari. 4-6 ga bitadi. Qalinlari, kesaklari, baquvvat nalishlari ham katta chiroyli zo'r bo'lgan. Buni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga olib kelib bir yaqin biror akamiz bor edi, o'rnatib ketdik. Kvadratlariga keladigan bo'lsak, kvadratlari 1.300.000 so'm mana shu holatda krashning kraska sepiladi. Endi daborlarga keladigan bo'lsak, daborlari kvadratlari 500.000-600.000 so'm sepiladigan. Agar MDF holatida bo'lsa arzonroq. Endi arzon MDFlarimiz ham bor. Kvadratlar 800.000 so'm, 700.000 so'mdan eshik romlari. Bular MDF tuzda holatida xohlagan rang, xohlagan fasonda qilinadi. Bular soy MDF ga qilingan. Soy MDF ga qilingan, aytganimizdek jemshug, oq, belyaz, krashniy kraskaga sepilgan. Mehnat ko'pligi uchun, shtabilligi uchun shunaqa narxlari 1.300.000 so'mdan kvadratlari. Yog'och eshik romlar, MDF akfalar bo'lsa aloqa chiqa olasa, biz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida Abdulla usta telefon raqamimiz 90 624 31 14. Vodiy bo'ylab dastlabkor bularimiz bor. O'zbekiston bilan bog'lanib atamiz. Aloqa chiqa olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.